Men ichkariga kirmayman lekin. Chaqirgan belgilagan joyingizni ko'ring bo'ldi. Chaqirgan joyingizni ko'ring bo'ldi, belgilagan joyingizni. Ana tashqarida zapravkani oldidan o'rgansanlar ku. Hattasi bargat qiling mashinangizni. Bitta mashina men turibman zapravkani oldida. Xola. Sariq zapravka. Sizni qolaydi, rasman baraka topib. Endi qayerdan bilaman mendan xolamisiz, onamisiz, opamisiz, qayerdan nima dey? Baytani ichida o'rganki, baytani kirib turib, tashqarida ajdaniya beryapti. Hop, bo'ldi, men sizga hozir ko'rsataman qayerda urilgan. Men 20 yillik klientman-da, odam ahmoq qilib gapirmasam. Bo'ldi, opa chiqingchi, bir 20 yillik klient bo'lsangiz, bu ko'raychi sizni. Qayerga chaqirganingizni? Odam kasal holida ko'chada bo'lsa, ko'chada taklif qilib turardim. Men yozaman, hozir. Nima yozasiz? Shikoyat yozaman men. Qamat bormisizmi chiqib? Gap o'ynamang, baraka topib, men sizga siz ortiqcha gap siz qilyapsiz. Siz keling meni oldimga, men sizga ko'rsataman qayerga chaqirganingizni. Siz birinchi kelib ko'ring-da, keyin gapiring. Men olib bormayman men sizni, bo'ldi. Qayerga chaqiribsiz? Haydang mashinani. Haydamayman mashinamni. Nega haydamaysiz? Haydamayman. Nega unda ajdaniya beryapsiz? Nima bo'lmasa ajdaniya beryapsiz? Xo'p, men qayerda turibman ekan. Men ajdaniya beryapsiz. Nima qilishim kerak? Men chaqirib haydang mashinani. Haydamayman men. Haydamayman. Yo'q. O'zi отказ qiling. 500 so'mni ham qaytaring. Nimaga men sizga qaytarishim kerak? Men sizga kelyapman 3 kilometrdan. Chiqgan muomalangiz uchun olib bormayman men. Kerak emas. Bo'ldi, kerak emas. Teshib chiqsin o'sha pul. Xo'p, mayli. Kimdan haq bo'lsa o'shani teshib chiqadi. Teshib chiqsa iloyim. Bo'ldi. Boshqa gapiring gap. Haydang mashinani. Haydamayman men, opa. Nima meni pulimni olib qolaverasanmi bo'lmasam? Men nimaga sizni pulingizni olib qolaman? 500 so'm уже olindi kartamdan. Nima qilib 500 so'm? Men keldim o'sha joydan yurib. Men o'zimni ajdaniya qilganim yo'q sizga. Men olib bormayman siz, opa. Bormasa endi отказ qil meni. Bo'ldi, hozir 5 minutdan keyin отказ qilaman. Nimaga endi 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qachon отказ qilishim kerak? Nima 5 minutdan keyin отказ qilasan? Qanchada отказ qilishim kerak? Muomalangiz to'g'rilab gaplashing, opa. Axir biz ko'rsatib qo'yganmiz. Siz ko'rsatib qo'ygan joyingiz mana mana shunda turibdi singlim. Больницаning ichi emas. Показывать водителю, где я qo'yganmiz. Ichkarida o'tirganimizni ko'rdi. Mana. Singlim. Mana siz mana chaqirgan joyingiz mana mana shu zapravkani oldi. Men xuddi mana mana shunday keldim. Men o'zim gapirmayman unaqa gapni. Siz bansiyachiga chaqirgan bo'lingiz. Yo'q, bu chi shunaqa birovlarni jalba ona qilar ekan. Qiling, bemalol. Xohlaganingizni qiling. Xohlagan narsangizni qiling. Sudga borasizmi, boshqaga borasizmi? Men sizni olib bormayman. Ne men aytayapman o'zi? Mashinani tezroq haydang, men mashinada o'tiribman. O'tiravering. Men yurmayman men. Men olib bormayman sizni, bo'ldi. Mana unga jalba qiling. Qilavering xohlagan narsangizni. Hamma narsa ko'rsatib turadi. Qayerda nima bo'lyapti, siz qanaqa muomala qilyapsiz? Sizniki ham, saniki ham shunaqa bo'lyapti. Ha, xo'p, mayli, ko'ramiz-da. Hayda dedim mashina. Haydamayman. Nimaga bo'lmasa mashina odam o'tirib bo'ldingiz. Bu отказ qilib bo'lsam nimaga bo'lmasa 2000 ming teshib chiqsin iloyim. Xo'p, mayli. Ilohi amin. Teshib omali bo'lsin. Topgan, mana shu bolani topgani ota nima ekan buni? Amin. Agar siz haq bo'lsangiz shunaqa bo'lsin. Haq bo'lmasangiz o'zingiz ko'rsin. Aytavering aytgan gapingizni. Gapiravering. Jahongir ismim.
xohlagan duoyingizni qilavering. To'g'ri gaplashing. Ko'rvatsanmi qilgan ishingni deyaptim senga. Borib tashlang. Olib bormaymanmi? Men yechganim yo'q uni. Yo, ko'rvatsanmi, sani qilgan ishingni ko'rvatsanmi? Yo, gapirma menga. Ko'rvatsanmi deb so'radim sendan. Ko'rvatdi. Ko'rvatdingmi? Ko'rdi. Ha? Ko'rvatsanmi deb so'radim. Ko'rdim. Men senga ikkinchi marta. Men gapirmagan deyapman. Tushundingmi? Bo'lmasa o'zing plasting yo'laginda o'tirib ketaver mashinasiga. Tushundingmi? Mendaqa dalballarning mashinasi. Videosi bilan turibdi. Nima adres bu? Assalomu alaykum, Bunisoniy xizmatga ketaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni qutqaring. Mana odam meni haqorat qilib mashinasiga o'tirg'izib olib borib tashlamayapti. 7,5 pulimni shilib oldi. Yandex zakaz qiluvdim. Hop, qaysi yo'lda turibsiz? Men Yangbozor, yuqori chiqman Yangbozor markaziy kasalxonasida Gulmatova Dilfuzamanman. Hop, tushib qoling o'sha. Yo, men qarab tushib qolaman, mashinasini quplab qo'ygan-ku bu. Yandex zakaz qiluvdim. Uyimga olib borish o'rniga ожидание qilib 7,5 plastikdan shilib qoldim men. Ayol kishiman men. Yo'q, kechganim yo'q. Joyda o'tirib mashinasiga chiqqan joyimda olib borib tashamay, gap otib tegajoylik qilib qizimni oldida yana har xil gaplarni gapirib qo'yapti menga. Qutqaringlar, iltimos sizlardan. Hop, o'sha yerda turib qoldim. Men mashinasida o'tiribman. Siz kelinglar menga yordam qilinglar. Opa. Baynisada og'ir ahvolda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim. Ataylabdan tashqarida turib 7,5 mingga ожидание qilib, nega unaqa qilyapsiz? Olib borib tashlang desa, har xil gapni gapirib, mendan pul ishlash maqsadini qilyapti. Men 20 million kredit olganman dorim uchun. Ba'zan bo'lmagani uchun yosh bolam uyda bo'lgancha Yandex zakaz qiluvdim men. Bu yosh bola qanaqadir bir erkak kishi menga tegajoylik qilish uchun emas. Alo. Men ham gapiring, siz gapirib bo'ldingiz. Va qarang, postavka qilyapti. Qanaqadir kameradan tepamda ko'tarib turibdi. Qora ma'lumot berasizmi menga? Ha? Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Ma'lumot beraman men. Adresni tushuntiring. Ma'lumotni beraman men. Adres tushuntiring, xo'p. Ma'lumotni beraman men. Sizning adresi ko'rinadi. Ism familiyangizni ayting. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna. Nurmatova deysizmi? Gulmatova. Nigmatova? Gulmatova. Gulmatova kim? Unga qilmang, mana yozyapsiz siz men endi. Bunga gapiravering. Alo, assalomu alaykum. Arizamni tez qabul qilib oling. Men bitta Yandex chaqirsam tegajoylik qilib, menga har xil gaplar gapirib, mashinasini haydamay, mashinasini ichidan qulab olib, qizim ikkalamizga tegajoylik qilyapti. Sizga telefon qildim. Ha? Qaysi tuman? Yuqori chiqdi mana. Ko'cha Qarang, hozir mana shu aytayotgan tuman markaziy kasalxonasining oldiga mazam bo'lmaganligi uchun zakaz qildim Yandexni. Yo'q. Yo'q. Ha, mashinasining ichida xuloq holatda turibmiz biz. Xodim jo'natish kerak menga bo'tga hozir. Men yosh bolam uyda kutib turibdi bo'tda. Men bu yuqori chiqdim mana yangi bozor. Ha, tez jo'nating iltimos. 10 minutdan beri mashinasidan chiqa olmay turibman men. 10 minutda uyda bo'lishim kerak edi. Sariq zapravka borda bu yerda faqat Goodwill degan bo'ldi. Ha, taksi haydovchisi Yandex zakaz qildim. Yandexda kelgan shaxs menga mana shunaqa qilyapti. Yana plastigimdagi ajdariga qo'yib, plastigimdan pul shilib yotibdi. Plastigim ulanganda Yandexga. Yo'q, turgan joyingiz masalan, ko'rinadi. Gulmatova Dilfuza Tursumatovna, tez kelinglar iltimos. Zapravka bor, sariq zapravka, benzin zapravka. 1978-yilga. Ismim, familiyam Abdurazzoq Xujoxongir. Qo'shimcha raqam yo'q-a? Yo'q, tez, hozir telefonim ham to'lib bo'ladi bu ketishda. Ravshan o'g'li.
Tuhmat qilganingiz uchun men sizni oxirigacha boraman, opa. Mana shu hozir gapirgan gaplaringiz uchun. Bo'lgan yilingizni ayting. 1997 Hop, qarang. 07 Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingiz 94 031 45 40, to'g'rimi? shunaqa. Alo, 103 xizmatim menga tezkor chaqiring, mazam bo'lmay ketyapti. Nima deysiz, opa? Bular yo'lovchimi? Markaziy kasalxona Bular bor-ku, yo'lovchi. Yangi bozor Men markaziy kasalxonasi Yandex oldida. Zakaz uchun menga Yuqori belgilagan chiqdi joyga mana, keldim. Kelsam menga baqirib, Zapravkada Yandex zakaz qildim, Yandex zakaz qildim. Yandex yurmasdan plastinga dajdani urib, mashinani qulab qo'yib, tegajoqlik qilib, mazamni battar qochirdi. O'zi kapingizni olib chiqib kelyapti. Qo'ng'iroq qilayotgan raqamingizdan tashqari yana raqam bor. Markaziy kasalxonadan bu yoqqa chiqib, bu yoqdan ajinada Yo'q. kurdida zapravkani oldida. Sko'rigani mana tushuntirasiz. Bo'l, jo'nating iltimos, opa. Hozir, Qaranglar mani. mazam bo'lmay ketyapti, Yuqori Chirchiq tumani Sultonrobod mahallasi. Yo'q, mashinasining ichida qufloqliq turibman men. Sultonrobod mahallasi, tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Yuqori Chirchiq tuman markaziy kasalxonasi ro'parasida. Tezroq kelsin. Mana vaqtim olganingiz uchun men sizga hamma narsani to'lovini qildirtiraman, opa. Anaqani yoqdingmi diktofoningni? Shantajlari tushdimi? Shantajim emas, siz qilyapsiz. Ustimdan kulganligi, ayollik shari qadr qimmatim bu. Yo'qmadingmi? Yo'qdingmi? Yo, endi yo'qding sen. Munojaat. Yaxshimisan, bolam? Qo'rqmayapsanmi, bolam? Suvimni berib bor, bolam. Munojaat. Qo'rqmayapsanmi, bolam, deyaptim. Svetlarni yoqib o'tirib tur, bolam, hozir boraman. Men bitta mashina zakaz qilsak, bizani olib borish o'rniga ajdaniyani urib, bizdan pul olib Munojaat. Voy Munojaat. Asal qizim mana. Sen hammadan chiroylisan, bolam. Sen hammadan aqllisan, bolam. Boringga shukr, bolam. Bir o'zi chaqir tezroq, sevinch o'tiraveramizmi? Ha? Shuncha olgan kapingizni ichkaridan urding-da, to'g'rimi? Ko'rsatadi, opa, hamma narsani. Biz qattaligimizni ko'rsatib turadigan qilib urdim-da. Ko'rsatadi, xavotir olmang. Shundoq saqrang turib turadi. Yo, bu shunaqa qilib shantaj qilib pul olar ekan. Xo'p, opa, mayli. Men seni opang emasman. Men seni opang emasman. Kim bo'lsin? Sen opang bo'lganda opangga bunaqa muomala qilmasding. Sizni muomalangiz. Bolangga bunaqa munosabat qilmasding, to'g'rimi? Ha, hech ham unaqa bo'lganingga. Sen anaqani ichidan urib turib, o'shani ichidan urib turib, o'sha